Kim siz uchun eng zo'r bloger? Dilimi yoki Qodir Tolipov? Boshidan laqinadi odamni. Dilimi. Yomon o'limim buktasida. Dilimi yoki Bobur Mansurov? Ha bo'lishi omalaykum, uzr omalaykum. Bobur Mansurov. Qara yurak bo'ldi chilparchin. Bobur Mansurov yoki Sariq bola? Bizning fikrimiz bilan o'zgarib qolmaydi. Hech narsanglar, to'g'rimi? Sariq bola. Jinnimi o'l nima deyapsan sen? Sariq bola yoki Hikmatullayev? To'g'ri tushunlar Jon akalar. Hikmatullayev. Plus ekansan. Hikmatullayev yoki Elmurod Haqnazarov? Elmurod akam har doim aytadi, men bloger emasman, qiziqchiman deydi Hikmatullayev. Xiyonat qilishdi menga. Hikmatullayev yoki Murod Bukharskiy? Ushtu poyaslarda oxiri. Murod Bukharskiy. Men tushunmadim, shuncha yedirib ichirdikmi? Murod Bukharskiy yoki Abush Samadov? Juda qiyin vaziyat qilib qo'ydinglar lekin. Abush Samadov. Abush Samadov yoki Suhrob Islomov? Abush Samadov. Abush Samadov yoki Abbosxo'ja Akramov? Abush Samadov. Abush Samadov yoki G'ayrat Mahmudov? O'zimni o'zim uzr so'rayman. Abush Samadov. Nimaga buncha Abush Samadov? Endi Buxoro shattasini chizib qildilar. Böyle bu blogerdan olib boshqa blogerdan. Bu xursand bo'lsangiz bo'ldi. Qadrli do'stlar, men O'zbekiston bo'ylab sayohatga chiqaman. Hozir Buxorodaman. 2 xonali uy hamda Gentra avtomobilini siz obunachilar yutib olishingiz mumkin. Buning uchun meni profilimga o'tib menga hamda meni homiylarimga obuna bo'lasiz va shularga yutib olasiz. Omad hammaga. Qani, mon egasi,